Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli nafaqaxo'rlar. Bugun sizning oldingizda juda muhim va shoshilinch xabar bilan turibman. Sizning e'tiboringizga havola etayotgan ma'lumot Irmaydan kuchga kirgan o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, bu har bir nafaqaxo'rning moddiy ahvoliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu har biringizning kelajakdagi pensiya ta'minotingizga daxldor bo'lgan hayotiy zaruratdir. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun men sizni katta xavflardan asrab qoladigan va muhim imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslikka yordam beradigan ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq insonlarga yetib borishi shart. Muammoning mohiyati va nima o'zgardi? Avvalgi tizimda pensiyalar hisoblash jarayoni nisbatan sodda va ko'p hollarda avtomatik tarzda amalga oshirilar edi. Odatda pensiya miqdori fuqaroning ishlagan yillari, ish staji va maoshi asosida aniqlanar edi. Pensiya jamg'armasi sizning mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar va oxirgi ishlagan joyingizdan kelgan ma'lumotlar asosida hisob kitoblarni amalga oshirar. Ba'zida esa yig'ma jadval orqali qo'shimcha ma'lumotlarni so'rardi. Hisob kitoblarda asosan so'nggi 5 yildagi eng yuqori maoshlar o'rtachasi olinib, u staj bilan ko'paytirilgan. Bu jarayon bir muncha shaffof edi. Ammo bozor iqtisodiyoti sharoitida ba'zi kamchiliklarga ham ega edi. Masalan, ba'zi kasb egalarining mehnatiga bo'lgan ijtimoiy baho o'zgarishi yoki ayrim sohalarda maoshlarning keskin oshishi pensiya tizimida to'liq aks etmas edi. Shu sababli adolatliroq va bozor talablariga mos keladigan tizimga ehtiyoj bor edi. Endilikda Irmaydan boshlab kuchga kirgan yangi tartibga ko'ra pensiyalarni hisoblashda yangi koeffitsiyentlar joriy etildi. Bu koeffitsiyentlar har bir kasb turi va sohaning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati, mehnatning og'irlik darajasi, shuningdek jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyatiga qarab tabaqalashtirilgan. Boshqacha aytganda, endi sizning pensiyangiz faqat stajingiz va maoshingizdan tashqari, sizning kasbingizning ijtimoiy iqtisodiy ahamiyatiga ham bog'liq bo'ladi. Hukumat bu bilan pensiya tizimini zamonaviy iqtisodiy voqelikka moslashtirishni, mehnatga layoqatli aholining ma'lum sohalarga jalb etilishini rag'batlantirishni va eng muhimi, uzoq yillar davomida mashaqqatli mehnat qilgan insonlarning mehnatini adolatli baholashni maqsad qilgan. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlarga ikki yo'nalishda ta'sir qiladi. Birinchidan, ko'pchilikning pensiya miqdori oshishi mumkin. Ikkinchidan esa, bu imkoniyatdan foydalanish uchun ba'zi hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va rasmiylashtirish talab etilishi mumkin. Eng muhimi, bu avtomatik tarzda sodir bo'lmaydi. Ko'p hollarda sizning faolligingiz talab etiladi. Bu o'zgarishlarning mohiyatini chuqurroq tushunish uchun keyingi qismlarni diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q yangi qonunlarga ko'ra. Irmaydan boshlab pensiya miqdorlarini hisoblashda kasbiy staj uchun qo'llaniladigan koeffitsiyentlar qayta ko'rib chiqildi va bir nechta yangi toifalar joriy etildi. Bu avvalambor maxsus sohalarda ishlagan fuqarolarga taalluqlidir. Kimlar uchun bu o'zgarishlar ayniqsa muhim? Birinchidan, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar. Masalan, konchilik sanoati, kimyo sanoati, metallurgiya korxonalarida uzoq yillar xizmat qilganlar. Ularning mehnatiga bo'lgan hurmat sifatida ularning stajiga nisbatan qo'llaniladigan koeffitsiyentlar sezilarli darajada oshiriladi. Tasavvur qiling, siz 30 yil davomida og'ir sharoitlarda konchi bo'lib ishladingiz. Ilgari sizning pensiyangiz umumiy formalar asosida hisoblanar edi. Yangi tizimga ko'ra, konchi kasbiga berilgan maxsus koeffitsiyent tufayli sizning stajingizning har bir yili oddiy yillarga nisbatan ilk yoki hatto 3 barobar yuqoriroq baholanishi mumkin. Bu degani aslida 30 yil ishlagan bo'lsangiz ham pensiya hisoblashda 36 yoki 39 yil stajga ega bo'lganingizdek baholanishingiz mumkin. Agar sizning o'rtacha maoshingiz ilgari 2 million so'm bo'lgan va ushbu 30 yil staj bilan hisoblanganda pensiyangiz ilk taxmin million so'm atrofida chiqqan bo'lsa, yangi koeffitsiyentlar qo'llanilgach, bu miqdor 2 million so'mdan oshishi mumkin. Bu juda katta farq, shunday emasmi? Ikkinchidan, ijtimoiy soha xodimlari, o'qituvchilar, shifokorlar, hamshiralar, madaniyat xodimlari. Ularning jamiyat hayotdagi o'rni va fidokorona mehnati munosib ravishda baholanadi. Masalan, Gulnora opa umrining 35 yilini maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib o'tkazgan. Uning o'rtacha maoshi ilgari dedi 5 million so'm atrofida bo'lib, pensiyasi yilda 1 million so'mni tashkil etardi.
Yangi tartibga ko'ra o'qituvchi kasb uchun maxsus koeffitsient joriy etildi. Bu koeffitsient uning stajini har bir yiliga nisbatan bir barobar oshirishi mumkin. Demak 35 yil staj aslida 38 yil stajga tenglashtiriladi. Natijada Gulnora opaning pensiyasi 6-7 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu nafaqat moddiy rag'bat, balki jamiyatning ushbu kasb egalariga bo'lgan e'tiborini ham ko'rsatadi. Bu ayniqsa uzoq yillar davomida fidokorona mehnat qilgan, hozirda esa nafaqada bo'lgan insonlar uchun juda katta yangilikdir. Uchinchidan, ilmiy xodimlar va yuqori malakali mutaxassislar, akademik darajaga ega bo'lganlar, ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanganlar, ixtirochilar va texnologik sohada ish olib borganlarning pensiyalarida ham o'zgarishlar kutilmoqda. Ularning stajiga ham yuqori koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, professor Amadjon aka girdim yil davomida universitetda dars bergan va bir nechta ilmiy ishlar muallifi. Uning pensiyasi ilgari 2 million so'm bo'lgan. Endi uning ilmiy unvoni va uzoq yillik pedagogik staji uchun qo'llaniladigan koeffitsiyentlar tufayli uning staji 1,5 barobar baholanishi mumkin. Bu esa dargirlik stajning pensiya hisobida 20 yil stajga tenglashtirilishiga olib keladi. Natijada Ahmadjon akaning pensiyasi 3 million so'mdan oshib ketishi real. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar o'z pensiya hujjatlarini va ma'lumotlarini diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak. Ish stajiga oid hujjatlarda kamchiliklar borlar. Masalan, mehnat daftarchasida yozuvlar aniq bo'lmagan. Ba'zi ish joylaridagi faoliyati hujjatlashtirilmagan yoki yo'qotilgan hujjatlar mavjud bo'lsa, yangi tizimda har bir yil va har bir kasbiy faoliyat aniq tasdiqlanishi talab etiladi. Agar sizning biror davrdagi stajingiz tasdiqlanmasa, unga mos keladigan yuqori koeffitsient qo'llanilmasligi mumkin yoki umuman ushbu staj hisobga olinmasligi mumkin. 2. Qo'shimcha kasbiy malaka yoki ilmiy darajaga ega bo'lib, bu haqda pensiya jamg'armasida ma'lumotlar yo'q bo'lsa, agar siz diplomdan keyingi ta'lim olgan bo'lsangiz, magistratura, aspiranturani tugatgan bo'lsangiz, fan nomzodi yoki fan doktori ilmiy darajalarga ega bo'lsangiz, lekin bu ma'lumotlar pensiya ishingizda aks etmagan bo'lsa, siz zudlik bilan tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak. Aks holda sizning yuqori koeffitsiyentlar bo'yicha imtiyozlaringiz qo'ldan ketadi. Pensiya miqdori avvalgi hisob-kitoblarga nisbatan pastroq bo'lganini sezayotganlar. Agar siz o'z pensiyangizni shubha ostiga olgan bo'lsangiz yoki hisob-kitoblarda xatoliklar bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, bu aynan siz uchun imkoniyat. Yangi qonun sizga pensiyangizni qayta hisoblashni talab qilish huquqini beradi. 4. Qo'shimcha mehnat faoliyati bilan shug'ullanganlar. Agar siz rasmiy ish joyingizdan tashqari boshqa joylarda ham, masalan, o'rindoshlik asosida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan bo'lsangiz va bu faoliyatdan ijtimoiy sug'urta badallari to'langan bo'lsa-da, bu staj hozircha pensiya hisobiga kirmagan bo'lsa, yangi tartib ularni ham hisobga olish imkonini beradi. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Aslida to'liq va aniq hujjatlari bo'lgan, barcha ish staji to'liq rasmiylashtirilgan va pensiya jamg'armasida barcha ma'lumotlar mavjud bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun katta tashvishga o'rin yo'q. Chunki bu o'zgarishlar asosan pensiya miqdorini oshirishga qaratilgan. Ya'ni hech kimning pensiyasi yangi tartibga ko'ra kamaytirilmaydi. Aksincha, agar sizning ishingiz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsa, sizning pensiyangiz avtomatik ravishda yoki sizning arzangizga binoan qayta hisoblanib ko'payishi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz to'liq bo'lsa va sizning pensiyangiz allaqachon maksimal darajada hisoblangan bo'lsa, siz shunchaki kutilmagan yaxshi yangilikni olishingiz mumkin. Biroq shunday bo'lsa ham, keyingi qismlarda aytiladigan amaliy tavsiyalarni tinglashingizni maslahat beraman. Chunki kichik bir hujjatni taqdim etish orqali siz kutilmagan miqdordagi qo'shimcha mablag'larga ega bo'lishingiz mumkin. Istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan holatlar yangi pensiya hisoblash tizimi bir qator istisnolar. Nozik jihatlar va avvaldan ko'rinmaydigan nuanslarga ega. Bu nuanslar sizning pensiya miqdoringizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ularni diqqat bilan o'rganish juda muhimdir. Birinchidan, chet elda ishlagan staj. Ko'plab vatandoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda mehnat faoliyati olib borgan. Ilgari bu stajni O'zbekistondagi pensiya hisoblashda inobatga olish juda murakkab jarayon bo'lgan. Ba'zida esa umuman imkonsiz edi. Yangi tartibga ko'ra, xorijiy davlatlar bilan pensiya ta'minoti bo'yicha tuzilgan shartnomalar doirasida
chet elda ishlagan stajni tan olish mexanizmi soddalashtirildi. Ammo bu avtomatik emas. Buning uchun siz ish joyingizdan olgan mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, mehnat shartnomalari, ish haqi to'langanligi haqidagi ma'lumotnomalar, ijtimoiy sug'urta badallari to'langanligi haqidagi kvittansiyalar, pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda bunday hujjatlar bo'lmasa, ularni ish beruvchingizdan so'rab olishga harakat qiling. Bu staj sizning umumiy pensiya miqdoringizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa yuqori koeffitsiyentlar qo'llaniladigan sohalarda ishlagan bo'lsangiz. Ikkinchidan, nogironlik pensiyalari. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham yangi koeffitsiyentlar o'zgarishsiz qoldirilmaydi. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va sizning nogironligingizga qadar og'ir yoki ijtimoiy ahamiyatli sohalarda stajingiz bo'lgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham qayta hisoblanishi mumkin. Misol uchun, ko'rish qobiliyatini yo'qotgan shaxs ilgari maktabda 2 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan. U nogironlik pensiyasi oladi. O'qituvchilik kasbi uchun yangi koeffitsiyentlar joriy etilganligi sababli. Uning 2 yillik o'qituvchilik staji qayta baholanib, pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Buning uchun albatta u pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va eski ish staji bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etish kerak. Uchinchidan, hujjatlarning yo'qolishi yoki ularning yetishmasligi. Ko'pchilikning asosiy muammosi bu mehnat daftarchasidagi yozuvlarning aniq emasligi, ba'zi davrlar uchun ma'lumotlarning yo'qligi yoki mehnat daftarchasining yo'qolib qolganligi. Yangi qonunchilikda bu holatlar uchun ham yechimlar nazarda tutilgan. Agar sizning mehnat daftarchangizda kamchiliklar bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, siz arxivlardan tegishli ma'lumotnomalarni olishingiz, ish joyingizdan duplikat mehnat daftarchasini so'rashingiz yoki guvohlar ko'rsatmalari asosida stajingizni tasdiqlashingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining xodimlari sizga bu borada yordam berishi shart. Asosiysi harakat qilish. Esingizda bo'lsin, har bir tasdiqlangan ish yili, ayniqsa yangi koeffitsiyentlar qo'llaniladigan sohalarda sizning pensiyangizga sezilarli qo'shimcha bo'lishi mumkin. 4-dan, raqamli ma'lumotlarning ahamiyati. So'nggi yillarda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda shakllantirilgan. Agar sizning mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazada, masalan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali EIDXP orqali to'liq aks etmagan bo'lsa, bu ham muammo tug'dirishi mumkin. Siz EIDXP orqali o'z mehnat daftarchangizning elektron nusxasini ko'rib chiqishingiz va barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirishingiz kerak. Agar u yerda xatoliklar yoki yetishmovchiliklar bo'lsa, ish joyingizning kadrlar bo'limi orqali yoki pensiya jamg'armasi orqali ma'lumotlarni yangilashingiz zarur. Raqamli ma'lumotlar bugungi kunda pensiya hisoblash asosiy manbalardan biri hisoblanadi. 5-dan, avtomatik hisoblash va arizaga asosan hisoblash orasidagi farq. Pensiya jamg'armasi ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlarning pensiyalarini avtomatik ravishda qayta hisoblashi mumkin. Bu odatda eng aniq va to'liq ma'lumotlarga ega bo'lgan fuqarolarga tegishli. Biroq, agar sizning ishingizda kichik bir nozik jihat, masalan, ilmiy daraja, maxsus mukofotlar, faxriy unvonlar bo'lib, u pensiya ishingizda to'liq aks etmagan bo'lsa, avtomatik hisoblashda bu imtiyozlar hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun men har bir nafaqaxo'rga o'z pensiya miqdorini qayta hisoblash bo'yicha ariza bilan murojaat qilishni qat'iy tavsiya qilaman. Faqatgina sizning arizangiz orqali pensiya jamg'armasi xodimlari barcha imtiyozlaringizni to'liq o'rganib chiqishlari va pensiyangizni maksimal darajada oshirishlari mumkin. Ariza berish hech qanday yomon oqibatlarga olib kelmaydi. Faqatgina yaxshilikka xizmat qiladi. Kutilmagan holatlar deganda ba'zida kichik bir kasbiy malaka yoki qisqa muddatli, ammo muhim bo'lgan ish staji sizning pensiyangizga katta miqdorda qo'shimcha berishi mumkinligini tushunish kerak. Masalan, siz umringiz davomida asosan oddiy ofisda ishlagan bo'lsangizda, bir paytlar 5 yil davomida bir texnologik zavodda mashinist bo'lib ishlagan bo'lishingiz mumkin. Va bu mashinistlik ishi yangi koeffitsiyentlar bo'yicha yuqori baholanishi mumkin. Bunday yashirin imtiyozlarni topish uchun barcha mehnat daftarchangizni va ish staji hujjatlaringizni sinchiklab ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. Amaliy tavsiyalar endi esa ushbu muhim o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanish va hech qanday imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Yurun, joriy pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda
siz o'zingizning hozirgi pensiya miqdoringiz va uning qanday hisoblangani haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz kerak. Siz buni ikki yo'l bilan amalga oshirishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizga pensiya ishingizdagi barcha ma'lumotlar va hisoblash protokoli bilan tanishish imkoniyatini berishadi. Xodimdan sizning pensiyangiz qaysi asosda, qanday koeffitsiyentlar bilan hisoblanganligi haqida to'liq tushuntirish berishini so'rang. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YAID orqali elektron shaklda ma'lumot oling. Agar sizda elektron imzo, e-imzo bo'lsa yoki yaqinlaringizda uni olishga yordam beradigan kishi bo'lsa, YAID XP MyTonKubud orqali o'z pensiya ma'lumotlaringizni, jumladan ish stajingiz va hisoblashlar tarixini onlayn tarzda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu sizga uydan chiqmasdan dastlabki ma'lumotlarni olish imkonini beradi. 2. Mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlaringizni to'plang va qayta ko'rib chiqing. Bu eng muhim qadamdir. Sizning pensiyangizni qayta hisoblash uchun barcha ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Mehnat daftarchangiz, uni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Unda barcha ish joylaringiz, ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar, lavozimlaringiz aniq va to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar yozuvlarda o'chirilgan joylar, tuzatishlar yoki o'qib bo'lmaydigan qismlar bo'lsa, bu joylar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Arxiv ma'lumotnomalari. Agar mehnat daftarchangizda kamchiliklar bo'lsa yoki yo'qotilgan bo'lsa, siz ishlagan tashkilotlarning arxivlaridan ish staji va maosh haqida ma'lumotnomalar olishingiz kerak. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar arxiviga murojaat qiling. Diplomlar va ilmiy daraja hujjatlari. Agar sizda oliy ma'lumot, magistratura, aspirantura diplomlari yoki fan nomzodi doktori ilmiy darajasi bo'lsa, ularning asl nusxalarini va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Bu hujjatlar sizning malakangizni tasdiqlaydi va pensiya hisoblashda yuqori koeffitsiyentlar qo'llanishi uchun asos bo'lishi mumkin. Deb faxriy unvonlar va mukofotlar. Agar sizda O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq o'qituvchisi kabi faxriy unvonlar yoki davlat mukofotlari mavjud bo'lsa, bu haqda guvohnomalaringizni ham tayyorlang. Pensiyani qayta hisoblash uchun ariza yozing. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga pensiyani qayta hisoblash to'g'risida ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Arizani qanday yozish kerak? Arizani erkin shaklda yozishingiz mumkin. Ammo unda quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilishi shart. Sizning FISH, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz. Pensiya miqdorini yangi tartibga asosan qayta hisoblashni so'rayman degan aniq iltimos. Sizga tegishli bo'lgan pensiya miqdorini oshirishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha muhim faktlar. Masalan, men og'ir sharoitlarda kasbnomi bo'lib ishlaganman. Men ilmiy daraja egasiman. Mening mehnat stajimda soha nomi bo'yicha yillar ishlagan davrim bor va hokazo. Arizaga ilova qilinayotgan barcha hujjatlarning ro'yxati. Qayerga borish kerak? Siz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi joylarda yagona dacha markazlari orqali ham qabul qilish mexanizmi yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin telefon orqali aniqlik kiritib olishingiz mumkin. Dot muddati va kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng sizga arizaning ro'yxatdan o'tganligi haqida ma'lumotnoma berilishi kerak. Qonun bo'yicha pensiya jamg'armasi sizning arizangizni 10 kun ichida ko'rib chiqishi va tegishli qaror qabul qilishi shart. Bu muddat tugagach sizning pensiyangiz qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganligi haqida javob xatini olishingiz kerak. Agar siz norozi bo'lsangiz yoki javob olmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga pensiya jamg'armasining viloyat bo'limi yoki O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilish huquqiga egasiz. Xulosa va yakutiy chorlov aziz nafaqaxo'rlar. Bugun siz bilan Irmaydan kuchga kirgan pensiya tizimidagi juda muhim o'zgarishlar haqida gaplashdik. Bu o'zgarishlar sizning mehnat faoliyatingizga munosib baho berish va pensiya miqdorini oshirishga qaratilgan. Esingizda bo'lsin, bu imkoniyatdan foydalanish uchun ko'pchilik holatlarda sizning faolligingiz talab etiladi. Hujjatlaringizni tartibga soling, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z haqqingizni talab qiling. Hech kim sizning o'rningizga bu ishni qilmaydi. Siz umringiz davomida halol mehnat qildingiz
Endi esa davlat o'sha mehnatingizni yanada adolatli baholashga tayyor. Shunday ekan, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni o'z do'stlaringiz, qarindoshlaringiz va tanishlaringiz orasida imkon qadar ko'proq tarqating. Chunki bu xabar har bir nafaqaxo'rga yetib borishi shart. Kommentariyalarda o'z fikringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.